Uy, havo sovuqligini biz vodiyga qarab yo'l olganmiz hozir. Bitta muammo bo'lib qopti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar tushunib olasizlar. Vodiyga ham yetib keldik. Haytoy buldozerning oldiga. Ancha ishlagani bilinyapti. Muammoni hozir aniqlash uchun ikkita yam ochishyapti. Sal teparoq ko'tarib, tagidan yaxshilab tekshirishadi. Undan keyin muammoni aniq-tiniq bilgandan keyin unga yechim qilamiz. Salniklarni alishtirib bo'ldik. Endi yig'amiz. Buni sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Muammo nimada ekan? Muammo kardan kirib turadigan shlitsa salnigidan urib yuborgan. Moyoq qazorgan. Moyoq qazorgan. Buni yangi salnik olib kelib, kardan kristevinalarni yechib tushirib, salniklarni alishtirib, qaytadan yig'ib, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, tekshirib, mana buldozer zavodda qildik. Haydab ko'rdik, ishlatib ko'rdik, 1 soat, 2 soat test qilib ko'rib, yana qaytadan tekshirdik. Moy oqqan yo'q, hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Ishlarni bitirib berdik, chunki ertalabdan ertalab emas, bu hozirdan ishga chiqib ketadi aytgancha. Nochga ham ishlaydi bu. O'shaning uchun men texnikani ham hali o'chirganlar yo'q, zavod bo'lib turibdi. Kimga mana shunaqa spets texnika kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bepul texnik servis xizmatlarini ham ko'rsatib beramiz. Eng zo'r texnikalarni spets texnika Toshkentdan topishingiz mumkin.